blinchik so'zini eshitishi o'zida odam qo'rqib ketadi, qilgisi ham kelmay qoladi. Hozir sizlarga bitta zo'r yo'lni o'rgataman. Tuxum, iligan sut, yog', shakar, tuz, un. Hammasini proporsiyasini videodagidek yozib qoldiraman. Yaxshilab aralashtirib 5 minut kutamiz. Qizigan blinni skоворodkada blinchiklarimizni pishirib, nachinkasiga o'tamiz. Tovuq filesini aralash ziravor bilan yaxshilab qovurib oldim. 5 minut dimlasangiz, bemalol pishishga ulguradi. Bahadirov siri, pomidor bilan nachinkamiz yana ham mazaliroq bo'ladi. Bolalar uchun ayni muddao. Blinchikim har doim o'xshab chiqsin desangiz, har doim iligan sutga qiling va qilgan massangizni 5 minut sal olib qo'yishingiz kerak, chunki tinib yaxshi o'ziga kelib olish kerak. Tovingiz ham yaxshi skоворodka bo'lib, oldindan qizitilgan bo'lishi kerak. 3 burchak blinchik g'oyasi yoqqan bo'lsa, like va kommentariy qoldirish esdan chiqmasin. Rahmat. Mazasi gap bo'lishi mumkin emas. Olinglar. Cho'ziluvchan har doim nonushtaga, pizzalaringizga eng to'g'ri keladigan Bahadirov sirlarining korzinka yoki sirni lavka do'konlaridan olishingiz mumkin.